Yo'q, men yo'q bo'lasizlarni ko'raylik. Bugun men hardkorda, ya'ni hardkor emas, endi men qanaqa endi? Ya'ni men o'lmasdan 100 kun yashashim kerak. Mening maqsadim esa Ender Dragonni zabt etish. Unda birinchi taxtalarni olamiz. Bor. İkincisi. Bu qismni bo'lib chiqadi. Hamma bilib olsin. Bu qism bilasizlar. Bir oydan beri, 2 oydan beri video qo'ymayman, lekin men 344 tani shuncha obunachi yo'qtashiganman. Rahmat hammaga. Men oxirgi marta video qo'yganimda 100 tadan kamida mancha yoki 244 ta. Bilmadim yana. Chopamiz. Va sizlarga kattagan rahmat. 300 ta obunachi uchun judayam katta rahmat. Bundan olik tursang ketdik biz konga qarab oldin. Sizga bitta qilich kerak bo'ladi, albatta. Qilich yasab oldik. 4 urun beradi. Sizga tushamiz. So'qon ekan. Birinchi toshlar yangilaymiz bizga. Temir chiqib qolsa lekin judayam tez kuchayib ketgan bo'lamiz. Men anchadan beri qiziqaman. Nimaga men shulargacha Minecraftdan ko'p obunachi keladimikin? Men Minecraftdan video qo'ymay qo'ydim deb. Mana bolalar, menda 7 ta tosh bor, yana bitta kerak. 7 ta toshni 2 ga bo'lib bo'ladimi? Kommentda yozinglar. Albatta yo'q. Yozib olmadingiz, chunki 7 ta tosh boshqa narsa. Bo'lishni bilganlar bitta like shu videoga. Bitta bundan va bitta qilichdan. Va ketdik biz. Endi ovqat kerak bizga, ketdik. Ovqat qidirib olg'a. Birinchi ovqatni ko'rdim. Albatta cho'chqa go'shti yemaymiz. Qishloq omad qaranglar bolalar. Qishloqcha topib bo'ldim. Qishloq. Ishqil zaharli qishloq emasmi? Zaharli qishloq emas bolalar. Voy, omad kelyaptimi, kelmayaptimi? Qandaysan qishloqchi? Yangi. Endi bizga nima kerak? Конечно, somon kerak va menga ozgincha daraxt kerak. Daraxtimiz bor. Bu videoga like bosinglar, iltimos. Tezroq endi 400 taga ham erishaylik. Menga endi cheksiz zapas ovqat bo'lmasa, yo'q bo'lsa kerak. Ana bunday. Endi yig'ib kerak. Yana bitta somon. Bizning ovqat zaxiralarimiz juda ham ko'p. Men endi bemalol ko'rishim mumkin. Bu narsalar juda ham qadrli. Kim biladi birinchisi nima qilganimni. Keyin pastdan olgandim, erta bormoqchi bo'ldim. Kim ko'rdi? Bu narsa menga juda ham omadli kelib tushdi bolalar. Ayniqsa qishloqchi конечно bu juda ham omadli narsa. Salom qishloqchi. Nima bo'lgan? Ishton. Albatta uni men olaman. Speedrunchasiga kuchayamiz biz bolalar. Qani bu yerda menga qaramangiz. Men yaxshisi uy qursamikin, bolalar. Nimaga bolalar deyapman sizlar? Sizlarning kattasilar. Kimnikinsini
Tezkonektere yozinglar. Kravat kerak. Oldik kravatni. Nastroykani taxlashingizdan zo'r bo'lar. Keyingi safar nastroykani taxlab video olaman. Hozir nastroykani taxlayman deganim uchun million yil ketadi. Shuning uchun nastroykani hozircha taxlamayapmiz. Ana bu kerak menga. Oldik. Katta bo'lar mening omadim bilan o'ynashmaydi. Yigitning omadi bilan o'ynashmaylar qizlar. To'xtatdim. Somon kam ekan. Ko'p deyildim lekin. Juda ham kam ekan. Mayli. Nima ham qiladik? Ovqat zaxiralarimiz yetmasligi mumkin. Shuning uchun biz ovqat yasaymiz bulardan shuncha nondan. 66 ta non normalno. Hamma nonlarni olamiz. Oldik. Mana. Endi bo'ldi. Oldik va galim yo'qmi? Galim. Ha, qishloqcha. Birinchi kun kelyapti bola. Bu qanchalik yaxshi. Birinchi kunni tezroq o'tkazvorayliklar. O'zim kelmayapti meni. Axir bu bedroq versiya. Ko'p qanday. Voy, uxla. Uxla. Hozir 1 minutga pauza. Vani qo'yat. Bu yaramaslar. Men 2 yil uxlashni kutdim. Uxlayman bo'lar. Men endi nima qilardim? O'zimga uy yasayman. Конечно, qayerdan? Shu joylarning o'rtarog'idan. Ozgina qornim ochdi. Sabzilar ham oldim. Ertalab tushgandan so'ng keraksiz narsalarni tepaga kerak. Bu kerak. Buni tepaga. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Mana bular. O'zimga mosroq qilib bo'ldim. Yo'q ekan. Endi kattagina joy qilamiz-da, kravatlarni olib, kattagina joy qilib, yigitlarni bitta joyga qamashimiz kerak. Menga bizga kamonlar kerak. Shu narsani qilish uchun men Afrikada daraxt chopaman va siz uni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Ko'rmaysizlar shuning uchun. Men dakanishni kreativga o'tmayman. Shuning uchun let's go. Afrikaga. Mana bolalar, hali bir daraxt chopyapman. Oxirgi daraxtlarni chopishga let's go. Menga 64 ta daraxt kerak. Men oddiyroq uy quraman, dakanishni. Atiga bir donagina daraxtni bu yerga olamiz va ekib qo'yamiz albatta. Men endi uyni qurib bo'lgandan so'ng kamerani yoqaman. Mana bolalar, hammasini qilib bo'ldim deyarli. Poliklar qolib ketyapti. Menga nechta daraxt ketadi bilmadim. Sinabdan ko'rdi. Bilmadim, to'g'risini aytsam, nechta daraxt ketishini. Mana o'zi 21 ta edi. Abdullani tugadi. Küçük bu qo'llar aytgancha bolalar ikkinchi kun boshlandi. Şöyle ikkinchi. Emas ikkinchi. Sen küçük. Böyle. Bilasan. Mana yuz qilibsan. Shunday deyman, bolalar. Seni ko'zingga kecha
balaklar bordu deyince. Ama şimdi bildi. Amaydı. Şimdi yani anasını değil. Küçüğümünü bok olmayan için hala su koyacağımız kavurdu. Bu bolu olmasın kim yaptı mı ya olmasın kim yaptı mı? Timur çıktı bitti bir şey ben hiç korklamam. Ağlı bize kızıl kalanı topuşumuz gerek oldu. Judayam köp işlerimiz kötü yaptı bizni. Yok ol pik, yok ol. Yülak. Güçünü kötüne tıkamaz. Ya, kesin kötüne tıkamaz. Kesin var. Kötün. Kötün kötün. Yok. Ya, otarılmayacak. Ya, otarılmayacak. Beni vurdu. Ana. İyi. Türk arkadaş oldum. Ana. Uçlarmışsın. İyi. Kayası bir pig güçe kuş olsun. Bitti bundan gerek bo'ladi bizga va bundan olamiz. İkinci boldan. Bu video juda ham qiziqarli bolalar. Bunda like, iltimos, meni qo'llarim og'rib ketmoqda. Men ayniqsa videolarni videolarni bitta joyga joylashtirishim kerak hali bolalar. Buning uchun nechta daraxt ketadi? Bilmadim. To'paman o'sha daraxtlarni. Like bosinglar, topamiz o'sha daraxtlarni. Keyingi qismda chiqadi shu video. Chiqadi shu video keyingi qismda. Shu videoga bir 5 ta like qo'yiladi. Men katta videolarni ko'p like yig'maydi, chunki maksimum aytaman 5 ta. O'lchacha mayli 5 ta aytaman 4 ta. Ana shu 4 ta keyingi qism. Keyingi qismda jitel ko'paytiramiz, reyt o'tkazishimiz mumkin. Tushunasizlarmi bolalar? Reyt uchun unaqa damlamani topish kerak. Har qancha fermalar ham qo'yamiz. Avlar yoki temir ferma har xilcha videolar chiqarib qo'yindi. Men shu videoga 4 ta mayli insof bilan aytaman. 5 ta emas 4 ta insof qilmayman. Mayli keyingi chiqadi. Ana shu uyda fermani o'zgartirib Uyman tog'. Faqat ish kerak. Bizda yana hamma narsa bor. Kreativga o'tib qo'yaymi xohlasangiz? Yo'q, albatta kreativga o'tish mumkin emas. Eshikka 8 ta kerak-da, mana eshik. Eshigimizdan 3 ta kerak bo'ldi. 3 ta eshik berildi. Biz ikkinchisini qo'yamiz. Va bu ikkalasi zapasga turadi bu yerda. Turadi. Shikasi bo'lib hammaga xayr, sog' bo'linglar.